Uzdil HTML asas dərsliki 3-cü qism HTML xarakter. Dərslikning asas məzmuni 1-ci HTML xarakter deganimiz nima? HTML xat kuchlarining xarakter qiymati bo'lib, xarakter elementlarining texim ko'p sonliq uchurini aks ettirib berdi. Xarakter odatda ism va qiymatdan iborat ikki uchurdan tarkib topadi. Masalan, xarakter ismi tang qo'shtirnoq ichida xarakter qiymati. HTML xarakter odatda boshlanish xat kuchining ichida boshlanadi. Masalan, tövəndə bir ulgu misal qaraydigan bo'lsak, hozir bu A degan xat kuchningki ulanish adresi, qiymati, uzdil chekitkum, xat kuch mazmuni, oxirlash xat kuchi. Buning unumini ko'rsak, uzdil to'g'ri degan bir ulanishdan birisi chiqdi. Agar men buningga H1, ya'ni o'ttirib to'g'rilansin, cho'ng tema holatdagi o'ttirib to'g'rilansin degan buyruq bilan badan qisminingki tag rangi seriq rang degan ikki buyruqni qo'shib, buni saqlagandan keyin unumini ko'rsak, mana o'ttirib to'g'rilandi, xat cho'ngaydi, tag rangi seriq rang chiqdi. Diqqat qilish tegishli xarakter qiymatini inglizcha qo'shtirnoq ichiga elib yozamiz. Agar qiymat ichida qo'shtirnoq bo'lib qolsa, yolg'on tirnoq ichiga olsak bo'ladi. Masalan, men ana yurtni o'qidim degan misaldagi men ana yurt qo'shtirnoq ichiga elingan, shuni buni yolg'on tirnoqning ichiga yozsaq bo'ladi. Ko'p qism HTML elementlarning xat kuchlari. Class xarakteri buning qiymati elementning tur nomini belgilaydi. ID xarakteri buning qiymati elementning birdan bir ID nomerini belgilaydi. Style xarakteri bu elementning uslubini belgilaydi. Title xarakteri bu elementning askarlik uchini belgilaydi.